Bemorimiz uzoq yildan beri burun ochuvchi spreylar ishlatadilar, nafas olishga juda qiynalib kelganlar va har oyda Gaymar deb bezovta qiladi. Xudo xolasa operatsiyaga olyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, burun to'sig'ida qiyshiqlik bor, yaxshigina ikki taraflama surunkali Gaymarit aniqlandi va bir vaqt o'zida eshitishlarni ham tiklab beramiz, xudo xolasa. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bemorimiz burun to'siqlarini ko'rishlaringiz mumkin, keskin qiyshaygan va bemorimiz uzoq yildan beri burun ochuvchi spreylardan foydalanadilar. Chig'anoqlarda gipertrofiya aniqlandi. Xudo xolasa burun to'siqlarini to'g'rilab, chig'anoqlarni kichraytiramiz. To'g'rilarni ko'rishingiz mumkin. Ideal darajada tekis bo'ldi. Chig'anoqlar kichraytirildi. Xudo xolasa endi Gaymar va pazuxani ochamiz. Natijalarni yana ko'rsatamiz. Bemorimizni burun to'siqlarini to'g'riladik. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ajoyib chiqdi bu ideal darajada. Gaymar va pazuxalarning yo'llarini, tabiiy yo'llarini kengaytirib ochib qo'ydik. Xudo xolasa Gaymar boshqa bezovta qilmaydi.